Tak hurmatli akalar, sizlarga bitta yaxshi Nexia 3 ko'rsataman. Avtomat korobka, 4-paysi, 2022-yil 95 ming probeg. Kraskasi ikkita detallar bor ekan, mana shu krelosida bor ekan, kapotida mana shunda petnosi bor ekan. Yana ustalarni olib kelib bemalol ko'rib tekshirib olasizlar. Mashinamizning holati yaxshi holatda bo'lib turibdi. 2022-yil 95 ming yurgan 4-paysi avtomat korobka. Eng full akalar, hozir sizlarga bitta salonlarni ko'rsataman. Mashinamizning salonlari ashkalarni ko'rishingiz mumkin. Cho'tki holatda bo'lib turibdi. Hech qanaqa qirilib, chizilib ketgan joyi yo'q, ko'ngilga xira qiladigan joyi yo'q. Bu yoqda mana akalar sidinalari bitta mashinalarni mo'ka qilib orasizlar, haydab yurilgan mashina ekan. Lekin yengillik holatda bo'lib turibdi, cho'kib ketmagan sidinalari. Salonimizning orqasi akalar, orqalari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. O'zingiz uchun bitta qarab mo'ka qilib olasizlar. Narxiga juda ham zo'r akalar. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraga qilsanglar bo'ladi. Biz bu mashinamizni sizlarga $8,950 ga berib yuboramiz. Xudo xolasa bosib haydaysizlar.